Shoshilinch xabar kelib tushdi. Aniqlanishicha, aynan mana shu bo'limga hozirgina balandlikdan yiqilgan og'ir ahvoldagi erkak olib kelingan. Navbatchilik davomida shifoxonamizga bemor olib kelindi. Bemor qurilishda ehtiyotsizlik oqibatida 4 metr balandlikdan yiqilib tushgan. Bemorda aynan mana shu yerda dastlabki tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Ana endi shifokordan u qanday tan jarohati olganligini bilib olishimiz mumkin. Yiqilib tushish oqibatida umurtqa pog'onasi sopiq jarohati, 2-chi, 3-chi, 4-chi umurtqa pog'onalarining orqa uzuqlarining sinishi hamda 7-chi qovurg'asi sinishi tashxisi qo'yildi. Bemorga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, kerakli tekshiruvlar o'tkazilgandan so'ng bemor neyroxirurgik jarrohlik bo'limiga yotqizildi. Davo muolajalari olib borilmoqda. Bemorning ahvoli hozirda yaxshi, bo'limda davolanyapti, hushida, lekin holat qanday bo'lganligini gapirib berishni istamadi. Bemor kompyuter tomografiyadan o'tkazilgan. Bemor kompyuter tomografiya tekshiruvi asosida 3-chi, 4-chi bel umurtqalarining orqa o'siqlarini sinishi, siljimasdan sinishi aniqlangan. Shuning uchun bemorni neyrojarrohlik bo'limiga davolash maqsadida yotqizildi. Aynan qayerda singanda ko'rsatib berasiz? Mana singan joylardan. Hozirda bemorning ahvoli yaxshi, lekin u olgan tan jarohatlari sababli bir qancha muddat to'shakka mixlanib qoladigan bo'ldi. Yaxshiyamki shifokorlar vaqtida chora ko'rishdi va uning salomatligida og'ir asoratlar qolmaydi, lekin bunday vaziyatlar xuddi mana shunday doim ham yakunlanadi degani emas. Ehtiyotkor bo'ling.